Hello bolalar, hammaga salom. Bugun biz videoyimizda bir kunimizni o'tkazamiz. Jami biz 50 kun yashaymiz. Qani endi o'yinimizni boshladik. Daraxt chiqmadi dedim. 17 bitta daraxt turibdi ekan. Yoniga boramiz. Nega ovozim past deb o'ylashlaring mumkin. Men sal kasal edim, shuning uchun ovozim ham past chiqyapti. Daraxtlarni olamiz. Bunisini ham olamiz. Ana endi yana olamiz. Yana olamiz. Yana bitta olamiz. Xo'sh, oxirgisi. Bu yerdan va endi bizga nima kerak? Biz verstak yasashimiz kerak. Taxtadan yasab olamiz. Verstak, cho'pak ham kerak bo'ladi. Hozir ana endi verstakni qo'yamiz. Tapor va kirgani yasab olamiz. Ana endi bu verstakni olamiz va yana yo'limizda davom etamiz. Mana tovuqni ham o'ldirib qo'yamiz. Go'sht kerak bo'ladi albatta. Hop, tushib ketdim. Endi bu yerdan chiqish kerak. Taxtani olamiz. Chiqamiz. Va yana yo'lda yurishda davom etamiz. O'nayda o'tlar ham bor ekan. Bu yo'llarga borib aylanamiz. Hop, aylanamiz. Voy, ana u yerda ko'mir bor ekan. Shuni olamiz. Suvga tushdik. Yoniga boramiz. Mana bu yerga bitta taxta qo'yamiz. Ustiga chiqib ko'mirni ham olamiz. Ko'mirni ham olyapmiz. Hammasini olamiz. Mana hamma ko'mirni ham oldik. Olamiz ko'mirni. Mana endi xo'sh, hozir endi nima qilamiz? Endi bu yerdan ketamiz-da. Bitta tosh olamiz, ikkita, uchta, to'rtta. Va ko'mir yana. Buni ham olib olamiz. Voy, salom Creeper, qalaysan? Ishlaring yaxshimi? Qalaysan? Xayr, men ketdim. Voy, mana bu yerda ko'mir bor ekan. Mana shuni ham olaymikin? Nafsimga tupurayin, olaman shuni. Nafsim chidamadi. Shuni ham olib olamiz, ziyon qilmaydi. Kerak bo'lib qoladi endi. Nima bo'lyapti? Fox, jonim ketmadi. Nima bo'lganiga lekin o'zim ham tushunmadim. Endi bu yerlardan surib boramiz. Voy, ko'mirlar buncha ham ko'p bo'lmasa-ya. Hop, mana shu yerlarga boramiz. Joyimizga qaytib keldik. Va bu yerdan chiqamiz. Hop, bu yerdan ham chiqib oldik. Ana endi xo'sh, nima qilamiz ekan? Ana endi narsalarimizni ko'ramiz. Tosh yo'q ekan. Ana endi tosh ko'lagani boramiz. La 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 la. Yo ye. Hop. Mashaqlarga boramiz. Hop. Mana toshni ham ko'rdik. Shu yerdan 5-6 tosh ko'lab olamiz. Shu toshlarni ko'lasak, ziyon qilmaydi. O'zimizga yaxshi. Bolalar, aytgancha, like-ni ham bosib, obunani ham bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Kanalimizda videolar yana juda ham ko'p chiqadi.
Sizlar bizni qo'llab-quvvatlasangiz bo'ldi. Bundan buyog'iga videolar ko'p bo'ladi. To'g'ri, birinchi videolar g'alati chiqishi mumkin, lekin qolgan videolar gapimga javob beraman, aniq zo'r chiqadi. Sizlar laykni bosib qo'llab-quvvatlasangiz bo'ldi. Xo'p, endi yana yo'limizda davom etamiz. Birinchi videoyimni nima haqida olishni bilmadim. Shuning uchun biz 100 kun yashamoqchi bo'ldik. Balki 50 kun yasharmiz. Yana bilmadim. Men qo'yni olaylik, shuni kerak bo'ladi. Xo'p. Endi qaqa borsamkina shag'larga boraveraychi, bir gap bo'lar. Shag'larga yuramiz. Yuryapmiz. Molni o'ldirib olay, go'sht kerak bo'ladi. Molli. Yana palakat bosib tushib ketdim. Yerdan chiqib olish kerak. Chaqa opasi chilla. Chaq. Hop. Shu yo'llarga yuramiz. Shag'larga o'tamiz. Hop. Mana endi nima qilsamkina baribir bizga kun o'tsa bo'ldi-ku. Bu qora qo'y chiqdi, yem olish kerak. Hop, yo'lda davom etamiz. Shu yo'llarga boraylikchi, bir gap bo'ladi. Baribir bizga kun o'tsa bo'ldi. Videoyimiz shu haqida. Lekin ovozim juda past bo'lishi mumkin bolalar. Chunki men hozir ovozimni ataylab past qilib gapiryapman. Shunday. Mana shag'larga bir aylanib kelaychi. Videoni ozgina tezlashtiraman. Hop. Endi nima qilsam ekan? Shu yo'llarga boraylikchi. Mencha tiqillaman men shu palakat joylarga. Go'sht yeb olaylik, qorin ochqolibdi. Mayli, endi xom bo'lsa ham yuramiz. Pishirishga vaqt yo'q. To'g'riroq vaqt bor, lekin pishirishga erindim. Mana qo'yni olaylik. Junimiz nechta bo'ldi biza? Junimiz 3 ta bo'lgan bo'lsa, divan yasab olamiz. Divan ham juda ham kerak. Mana shu molni o'ldiraylik. Go'sht tushmadi-yu. Mayli, boshqasi topiladi. Yana topildi. Buni o'ldiramiz. Bundan go'sht tushib bo'ladi. Iplasayni ham tushmadi. Ana qo'y. Mana shu menimcha 3-jun bo'lsa kerak. Hop. Mana endi go'shtni yeymiz. Yana bitta yeymiz. Endi istakni olamiz. Ana, junimiz ham 3 ta bo'ldi. Mana endi divan yasaymiz. Hop, bunday qilamiz. Istakni qo'yamiz. Bu yerga bet deb yozamiz. Tezroq chiqish uchun. Va mana bu oq divanni olamiz. Keyin esa o'sha kechqurun ham tushyapti. Birinchi kunimiz ham o'tyapti degani bu. Albatta. Mana qo'yni o'ldiramiz. Qo'yni ham o'ldirish qiziqda, endi opasi jillalar. Bismillah. Qo'yni o'ldirish mazza, lalla.
Ne öyle şiriyen kofi gibi. Ben hiç de bilmeyip de bile. Yok ağzımla pasta. Ay diye var kulağınız iyi.